Hammaga assalomu alaykum. Sizlarni YouTube sahifamizda ko'rib turamizdan xursandmiz. Avvalambor o'zimni tanishtirsam, Odil Po'lat 3 yildan buyon media marketing sohasida faoliyat yuritib kelatirmiz. Shu 3 yilning ichida 40 dan ortiq brendlar bilan ishladik. Ya'ni SMM shaxsiy brend xizmatlarimizni ko'rsatdik va har birisini o'zine yarasha yaxshi natijalar qilib berganmiz. Bugungi gaplashadigan mavzumiz Reels strukturasi. Ya'ni Reelslarni sotuvchi, nishatib olib borish bo'yicha gaplashamiz. Reels strukturasi deganda ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Bu degani Reels ishlaganda sotuvchi shab olib borishi, ya'ni ssenariy ketma-ketlik kinchik tuzilishi bo'yicha gaplashamiz. O'zi Reelslarning strukturasi tuzilishidan oldin u Reelsning maqsadi nima ekanligini birinchi o'rinda aniqlab olishimiz kerak. O'zi Instagramga kontent qilishdan oldin umumiy sizni auditoriyangizni kastef qilishingiz kerak. O'zi kastef nima desangiz, bu mijozlaringizni, maqsadli auditoriyangizni xohishlari, istaklari, qo'rquvlarini aniqlab olinadigan so'rovnoma. Buni o'zi har sohaga moslab, o'zingizning sohangizga moslab turib, savollar tuzib chiqiladi va maqsadli auditoriyangizni olib turib, ya'ni individualniy birma-bir o'tirib gaplashib, ya'ni shu savollarga javob olish, ya'ni ularning xohishi, istagi, og'riqlari, qo'rquvlarini bilib olish. Siz bularni bilganingizdan keyin ularning og'riqlarini aniq yechim berib bilsangizgina sizda zo'r sotuv bo'ladi. Misol tariqasida aytamiz, biz Nejavika profili bilan ishlagan vaqtimizda misol tariqasida bir qo'rquvi bu Nejavikani zaif, ya'ni siniq qoladigan, tez sinadigan narsada bo'ladilar. Sababi u yengilroq narsa bo'lgani uchun. Biz ancha kontent aytganmiz. Nejavikada yosh bolalar kacheliyasi bo'lgan, o'zi yasagan kacheliyasi. Shu kontentda ozgina yumor aralashtirib, o'zim va farzandlarim bilan minib, shuni kontent atib ko'rsatganmiz. Ya'ni bu kacheliya sanam va bolalaring ham ko'taradi. Ya'ni shu daraja mustahkamki, bu san yillar davomida xizmat etadi deb ko'rsatib berganmiz. Bu kontentimizni o'zi ketma-ketlikni shkat tuzganmiz. Birinchi Nejavika ustasiga telefon uriladi va Nejavika ustasidan so'raladi. Farzandlarim birisi minib turibdi, ikkisi ham ko'taraman ekan deb so'rayman va Nejavika ustasi aytadi, "Bolang aroqda tursin, seni o'zing ham ko'taradi. Meni ko'r, garantiya gapim deb ishonch bilan aytadi va men meni ko'raman." Shundan keyin u ko'targani va bemalol uchib o'tirganimizni ko'rgan auditoriyani ishonchi oshgan. Reelsni qo'yganmiz. Shu Reelsimizni o'zi adashmasam 200 mingdan ko'proq prosmotr bo'lgan va shundan keyin to'xtovsiz telefonlar kelib 100 dan ortiqroq zakaz olgan. Shu bir dana Reelsni o'zini 100 dan ortiqroq zakaz bo'lgan. Keyin yana bir bilishimiz kerak bo'lgan narsalardan birisi bu raqobatchilar analizi bo'ladi. Ya'ni o'zi raqobatchilardan ikki xil raqobatchi bo'ladi. Ya'ni bilvosita raqobatchi va bevosita raqobatchi. Bevosita raqobatchi kim desangiz, bu siz bilan to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi. Masalan, tikuvchilik kurslari misolini oladigan bo'lsak, tikuvchilik kursingiz bor, sizning raqobatchingiz bevosita raqobatchingiz bo'lib turadi. Yana bir to'shni o'ziga o'xshagan tikuvchilik kurslari. Bilvosita raqobatchilar kim desangiz, ya'ni sizning kursingiz tikuvchilik kursi bo'lmaganda, qiz borsa bo'ladigan kurslar. Misol bo'lishi mumkin, ardachilik kursi, kulinariya, ya'ni oshpazlik kurslari, undan tashqari pishiriq kurslari bo'lishi mumkin. Bu degani o'sha sizda ikki xil auditoriya bor. Bu ikki xil auditoriyani og'riqlari ikki xil bo'ladi. Bu degani birinchi auditoriyangiz bu bilvosita raqobatchilarning auditoriyasi. Bu hali qaysi kasbni tanlashini bilmay turibdi. Bu yerda bu auditoriyaning og'riqlari nima bo'ladi desangiz, tikuvchilikni o'rganganda inchik minus tomonlari bo'ladi. Ya'ni inchik baryerlar bor. O'rgansa inchik yomon tomonlari bor. Shu baryerlarni yechadigan kontentlar qilishingiz kerak. Masalan, aytaylik, biz shunday og'riqlarni o'rganganmiz. Tikuvchilikda go'ynak buzib qo'ysam, men ko'p pul tushib ketaman degan baryer bor ekan qizlarda. Shu baryerni yechadigan etib Reels qo'yganmiz. Bu Reelsimizni o'zi 500 ming prosmotr bo'lgan va biz o'qish davomida o'quvchilarni analiz etganimizda katta ko'pchilik o'quvchilar aynan shu Reels ularni qiziqishini orttirgan. Ya'ni ularni bir qo'rquvini yo'qotishga yordam bergan. Tikuvchilikda yana ham shunday baryerlar bor ekan. Misol uchun aytadigan bo'lsak, tikuvchilikda o'tirsang ho'kka bo'lib qolasan, tikuvchilikda arzon tikasan degan baryerlar bor edi. Biz shu baryerlarni real misollar sifatida ishlatib turib ko'rsatib berganmiz. Shu Reelslar orqali biz katta auditoriyalarni qiziqtirib bilganmiz. Bevosita raqobatchilar uchun esa nechta narsani ko'rsatib berganmiz desangiz, biz asosan u kursning ichidagi muhitni ko'rsatib berganmiz. Ya'ni ichki muhitda o'qiydi, novi narsalarni o'rganadi, ichki instrumentlar o'rganib biladi. Undan tashqari bu kursni bitirgan o'quvchilar rezultatlarga erishgan atelye ochkolarni ko'rsatib berganmiz. Bu Reelslar ham biz uchun yaxshi auditoriyani kirgizib, yaxshi sotuvlar qilishimizda zo'r yordam bergan. Keling o'zi Reels strukturasi ketma-ketlikda bo'ladi. Shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda hook tanlab olish kerak. Ya'ni sizni ko'rib turgan odamni 3 sekundda siz e'tiborini jalb etib olishingiz kerak. Ya'ni 3 sekund vaqt beriladi. Agar siz kuzatuvchining e'tiborini jalb etib bilsangiz, u to'xtab videongizni davomini ko'rishi mumkin. Agar siz 3 sekunddan
videoning ichida e'tiborni jalb etib kelmasangiz, videoni sirasi o'tirib olishi mumkin. Shuning uchun videoni boshida assalomu alaykum, yaxshimisizlar deb boshlagandan ko'ra, e'tibor jalb qiluvchi so'zlar bilan yoki e'tibor jalb qiluvchi narsalar bilan boshlasangiz, bu sizni kuzatuvchilaringiz e'tiborini jalb etishini katta yordam beradi va davomini ko'rishini yordam beradi. Hook qismidan keyingi etapimiz bu og'riq qismi. Sizni sohangizda nechta og'riqlar bor? Birinchi shuni aytasiz. Bu bo'lishi mumkin. Tikuvchilikda odam bo'lsangiz, siz halam 200-300 ming so'm ko'ylak tikib yuribmisiz yoki 100 ming so'm ko'ylak tikib yuribmisiz? Buni zamonlar o'tdi deb boshlashingiz mumkin. Birinchi hookni. Undan tashqari yechim aytishingiz mumkin. Masalan, sababi nima o'zi 200 ming so'm tikib yurishni, bu o'zini ustida ishlamaslik bo'lishi mumkin. Ya'ni aniq bilimlarni bilmaslik, aniq asos bazasini bilmaslik bo'lishi mumkin. Oxirida qiymat berishingiz mumkin. Bizning kursda esa aniq bilim, aniq asos bazasi o'rgatiladi va shu orqali daromadlaringizni oshirishingiz mumkin degan qiymat, ya'ni offer beriladi va oxirida call to action. Agar sizga kursimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu nomerlar orqali bog'lanishingiz mumkin yoki shora nomeringizni qoldirsangiz o'zlaringiz aloqa chiqamiz degan call to action. Ya'ni reelsning oxirida nimagadir challash kerak. Bu galib turgan qiziquvchilarni neradir challash kerak. Bu bo'lishi mumkin direktizda, bo'lishi mumkin nomer orqali, ya'ni u nomerni qoldirishi mumkin. Siz agar obunachi yig'ib turgan bo'lsangiz, profilimizga obuna bo'lib qo'ying, yanada shunday foydali videolarni ko'rib borishingiz mumkin degan. Ya'ni nimagadir challash bo'lishi mumkin. Reel strukturasi o'zi bir qilinishi kerak bo'lgan kichik instrumentlardan birisi. Undan tashqari ko'plab instrumentlar bo'ladi. Ya'ni sotuvlarni oshirish, ishonchni orttirish, ishonchni saqlab qolish uchun qilinishi kerak bo'lgan ko'p ishlar bor. Biz o'zlarimizning shogirdlik dasturini yo'lga qo'yganmiz. Birinchi potokunda zo'r natijalarimiz bo'ldi. Masalan, Aziz o'ziga vaqtida 2 proyektda bo'lgan va o'zining proyektlaridan ko'ngli to'lmay yurgan. Shu proyektlardan o'zi zo'r natijalar qilib, yanına qo'shimcha yana 5 dana proyektga o'zi 7 proyekt bilan ishlab boshlagan. Har proyektdan 4-5 milliondan hisoblaganimizda o'zi 25 milliondan ko'proq daromad chiqqan. Keyingi o'quvchimiz bu Maryamjon. Yana vaqtida meditsina yo'nalishida o'qiradi. Meditsina bo'yicha ekspertlar bilan ish olib boradi. Undan xuddi shunday og'riq, o'zining ishina ko'ngli to'lmaslik, aniq bilimlarni bilmaslik edi. Va bizning shogirdlik dasturimizda o'qib chiqqandan keyin o'zining ishonchi ortib, 2 proyekt bilan ishlab turadi, 2 doktor bilan. Hozir yana proyektlarni oshirib 9 dana doktor bilan ishlashni boshlagan. Uni ko'rib bizlar ham hayron bo'ldik. Keyingi o'quvchimiz Muslima Fashion Akademiyasining asoschisi Nilufar. Nilufar vaqtida o'zi SEO menejerlardan, ya mobilograflardan yonib, ular bilan to'g'ri ishlab bilmay qiynalib yurgan edi. Hozir bizning kursimizda o'qib chiqqandan keyin o'zining profillarini, o'zi strategiyalarni, o'zi raqobatchilar analizini qilishni o'rgandi. Bundan tashqari o'zining profilini, o'zi kontentlarni yozib, o'zi yaxshi natijalar qilishni boshladi. Adashmasam, bizning kursimizda o'qib boshlashidan oldin obunachilari 9000 dan edi. Hozirda ko'rib turganlaringizdek, o'zi 20 mingga yaqinlashgan, o'zini bo'lgan ishonchi ortib, ko'rib turganlaringizdek, yaxshi natijalar qilishni boshlagan. Agar siz ham shu bolalarimiz, qizlarimiz kabi yaxshi natijalar qilishni xohlasangiz, pastda link qoldiramiz. Bemalol o'tib to'ldirsangiz, sizga menejerlarimiz to'liq ma'lumot beradilar va ikkinchi potokka yozilsangiz, xudo xolasa sizlar bilan zo'r rezultatlar qilamiz.